ular do'r deyishadi. Men endi ko'plar tushunmas ekan, undan keyin bo'ra desam tushunadi, bo'ra solinadi deyman tillarga mana shunday bo'lish uchun. Bo'ra deydi. Endi sizlarga tushuntiraman, do'r desam ko'plari tushunmayapti. Va ular zargarda bo'ladi ko'proq. Mana uy yasayotgan zargarchilarda bo'ladi. Ana shular sotadi, Dubnoyda bo'ladi. Shu ozmaslarga ko'rsataman yana hozir 1 minut. Mana xalqi, mana bo'ra. Ko'rdinglarmi? Mana buni bo'ra deydi, mana ko'rgan bo'lsanglar. Endi men do'r deyman, ko'p tushunmas ekan, eski bo'larni endi do'rni o'rgatgan. Mana buni ichiga solganman. Mana bo'ra desam, endi bundan keyin bo'ra desam tushunar ekan, ko'plar tushunmas ekan. Endi men hozir arzor qilayotganim, mana xalqim arzor qilyapman, o'shani aytganmoqchi edim sizlarga. Mana kumush ko'ryapsizlar, mana kumush. Chita kumush. Bu kumushni qanday qayerdan tayyorlanadi deyishi mumkin. Ko'p xalq savollar javob bo'lyapti. Men oxiri bir marta aytaman sizlarga. Men hozir sizlarga aytaman, kumush qayerdan bo'lishini. Hozir 1 minut. Mana xalqim, mana buni narsani ko'ryapsizlarmi? Mana shu narsani. Hozir. Mana ko'ringlar. Mana ko'ryapsizlar? Mana sarig'i ham bo'ladi, mana qizili ham, ko'ki ham bo'ladi. Har xil svit bor-da. Ana shu narsa mana shundan chiqadi. Mana kumush. Ko'rdinglarmi? Ana shu narsadan mana shu chiqadi. Tushuntira oldimmi xalqim? Mana bu mana kumushda, mana. Ko'rdinglarmi? Bu oldingi rossiyskiy mana Bray deganiki, bu eski radiolarda, priyomniklarda ham bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Uni mana bu yerga ham kumushda, mana bunisi ham. Bu ham eritiladi. Bunga kuydiriladi. Azotnik bilan talianli kislotada tayyorlanadi. Begazovay suvga bu. Mineralga emas. Mineralga gazli suvga qilinmaydi, vodoprovod suvga qilinmaydi. Begaz bo'ladi xalqim. Begaz bo'ladi. Agar aniq qilsanglar, bu ham shunday, bu ham kuydiriladi. Mana bu ham srebro, mana bu ham. Kumush bu ham. Buni ham ichi ochiladi, buni ichida ham anons bor, mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana hozir svitr mana. Qani anoqsa ekan buni. Mana ko'ryapsizlar, sal qorangroq qildim, baribir bo'lmasa ekan. Yorug' berar ekan mana. Men sizlarga mana arzor qilib ko'rsatyapman. Mana hozir mana ko'rdinglar? Hozir. Mayli xalqim, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kutib qolaman. Layklarni ham bosinglar, bangillatinglar. Sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. Mana xalqim,